أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimiz el-vakf. Yani vakf, yani lügat manası to'xtash degan ma'noda şu vakf haqida bo'ladi bugünkü dersimiz. Endi bu vakf degan asli bugun bu nahvi emas sarf haqidagi sarf fanlaridan bo'lgan bir bab hisoblanadi. Chunki bu alfi degan kitobda ham nahvi hem sarf ikkili fan so'zni mang'achqa ba'zi darslarimiz sarf mazmunida, ba'zi darslarimiz nahvi haqida bo'ladi. Shunga bu faqat shu sarfdan shu kalimalarda to'xtagan chog'da kalimalarning oxiridagi o'zgarishlar haqida to'xtalamiz. Shunga vaqfi aslida vaqfidagi asli qoida sukun bilan to'xtash. Shunga chunki musannif mundaq bir bayt o'qigan la tabtadi bisakin va la taqib illa bihi qaidatun la taxtalib. Sakin bilan sen söz başlamagın, sukun bilan ve la taqib illa bih ve o sukun bilan to'xtagın. Mana bu ittifaq bo'lgan bir qoida. Harakat bilan to'xtamaslik, sakin bilan söz başlığı bo'lmaslik. Çünkü sakin bilan to'xtash, harakat bilan söz başlash bu muttafiq bo'lgan bir qoida. Şunu vaqfidagi asli qoida vaqfdan sukun bilan bo'lish. Meyli to'xtalgan kelime tanvinlik bo'lsin ve yoki tanvinsiz bo'lsin. Bu sakin bilan to'xtash vaqfidagi asli qoida şu. Şu meşhur qoidalar şu el-vaqfu ala sukun vel ibtida'u bil harakat. Sukun bilan to'xtash, harakat bilan boshlash degan. Şuna kelime agar tanvinlik bo'lib, shundaq bo'lsin yoki sakin bilan bo'lsin to'xtash dedik. Musannif rahimahulloh bu vaqtda mundaq deydi. Tanvin asra fathin ij'al alifa vaqfan ve tilva gayri fathin zifa. Siz fathandin keyin kelgan tanvinni to'xtagan holatda alif yotgan fathadın gayridin keyin kelganini tashlab o'ting. Demak, bir tanvin kipti, fathadin keyin kipti. Bir tanvin kipti, fathaning gayridi kipti bo'lsa, fathadin keyin kelgan tanvinni ilib to'xtay ilibqa o'zgartimiz. Masalan, ra'aytu zaydan deganni to'xtaganda ra'aytu zayda. Çünkü ra'aytu zaydan desek aşırı fathadin keyin tanvin va ra'aytu zaydan deb. Çünkü tanvin degan nimitda at-tanvin nunun sakina. Sukunluq nun hisoblanadi, la yuktab. Walakin yuntaq. Yazılmaydigan, ig'izda talaffuz qilinadigan bir sukunluq nunti. Yursam bi dammatayn aw kasratan aw fathatayn. İki tane zibar yoki qo'sh zibar, qo'sh pesh bilan ifodalanadi. Shunga ra'aytu zaydan desek, yerga zayd to'xtagan vaqtimizda ra'aytu zayda deb to'xtaymiz. Zaydandagi tanvin alifga yetkilinadi. Ammo fathaning g'ayridagi tanvin fathaning g'ayriga yondashib tashib o'timizki haza zaydunni to'xtsak haza zayd, marartu bi zaydinni to'xtsak marartu bi zayd deb to'xtaganga o'xshash. Vahzib li vaqfin fi sival vahzib li vaqfin fi sival istirarin silati gayril fatti fiz mari. Siz to'xtagan chog'da zurriyat iztirar bo'lmagan holatda, zurriyat bo'lmagan holatda to'xtagan chog'da fathaning g'ayrining silisini zimirlarda tashlab o'ting. Bu yerda sila deb keldi. Sila degan nima? Ism mavsulning silasi deymiz. Sila ism mavsulning silasi ism mavsulning kelganga o'xshash. Sila g'ayril fatha degan fathaning silata fatha bo'lsa fathaning keyin kelgan harakatni ko'rsatib turadi. Endi silata g'ayril fathadan maqsad nima desa, fathaning g'ayri nima? Fathaning g'ayri dhamma
ve pethanın gayrı kesridi. Zammidin ve kesridin kin kelgen sila. Pethadan kin kelgen alif, zammidin kin kelgen vav, kesridin kin kelgen. Yani biz sila demekçi. Mesela Muhammeden mesela hem sila zimirde bolsa mesela ra'aytuha desek ra'aytuha desek hemşede pethadan alif geldi. Ra'aytuhu desek zammidinkin hu geldi. Merartu bihi desek kesrdinkin i geldi. Muşunu sile demekçi. Biz şuna zürriyet bo'lmagan holatda, zürriyet bo'lmagan holatda to'xtaga vaqfining jihatini to'xtash uchun fathaning g'ayrining silesini zimirlarda tashlab o'tding. Masalan, fathaning g'ayri bo'lgan ra'aytuhu degani ra'aytu deb to'xtasak bo'ladi. Marartu bihini marartu bih deb to'xtasak bo'ladi. Ammo fathalikning silesini cho ilib holatda o'qiymizki, uni ra'aytuha deymiz. Ra'aytah degani ra'aytuha deymiz. Ra'aytuha degani olmaydi. Ra'aytuha deb bunda uni zurriyetning shu g'ayrida tashlab o'timiz fathaning g'ayrini. Ammo zurriyet bo'lgandigu allaqachon tashlab o'timiz. Zürriyet izdirardığı normali halat, izdirardığı taşıvatımız, izdirar bo'lmagan halatdimi taşıvatsak buludu demekçi. Mesela hazi, kellemtu degenge o'xshash. Ammo nimada fathalikida, fathadinkin kelgan shu silida, ya'ni alif ne demekçi, fathadinkin kelgan alif demekçi, zammidinkin kelgan voni, kasrdinkin kelgan yani i o'qiladi ya, u o'qiladi, alif a o'qiladi shun demekçi. وأشبهت إذن منونا نصب فعليفا في الوقف نونها قلب. وأشبهت إذن منونا نصب و تنوين أخشد و إذن أخشد كي تنوين أقلغجو إذن nasb o'qilgan holatida u izin. Nasb o'qilib kelgan tanvillik ashu izanga u izanga ashu nima o'xshidi? Tanvinningki tanvin o'xshidi, tanvinning nuni o'xshidi. To'xtaganda uning nuni alifga yo'tkaldi. Masalan, mushu İzzen'den maksat pil muzarını nasb o'qitadigan gap ilgari o'tgan shu izan kalimasi labzida bu tannun o'qilgan tushunki ishlab kelgan bir labziga o'xshaydi. Uning tannuni to'xtaganini ilib qo'ydi. Masalan, izanni to'xtaganda izza deb to'xtasak bo'ladi demakchi. İzanning to'xtaganda izza deb to'xtang demakchi. Wa hazbu yal manqus zit tanwin ma lem yunsab evla min subutin fa'lama. İsim tanvin o'qilgan isim manqusning yasini tashlab o'tish isbotlaganlikdan avladir u nasb o'qilmagan holatida. Buni obdan bilib oling. Masalan, qadin desak, qadin. Endi tanvin o'qilgan manqusning yasi nasb o'qilmagan holatda isbotlagandan avla deganimiz haza qadin, hada qadin, marartu bi qadin, ra'aytu qadiyan demekçi. Nasb o'qilmagan holatda tashlayotganingiz avla deganlik, nasb o'qilgan chaqda nasb o'qilmaganni tashlab o'tish avla ekan. Endi nasb o'qilmaganda lekin tashlab o'tish avla, tashlamasak mı bo'ladi demekçi. Masalan, biz bunu haza qadin deymiz yoki shu qadin deymiz ya kasi bo'ladi. Madin, qazin deganga o'xshash mushu holatda kasi bo'ladi. Ammo nasb o'qilgan holatda cho'qim uni isbotlaymiz. Ra'aytu qadiyan deb. Şuna merfu alet, igilik ishlab kelgan tanvin o'qilgan holati
marartu bi qazin o'xshash ya marfu qilgan ati haza qazin o'xshash bu chaqda yasin tashlash avla qazin deb amma ja'ani qadin fi amin madin deganga o'xshash va endi amma yani tashlamaslikmi durust ra'aytu ja'ani qadin ve madin deb ya kesin bo'laverdi ya tanun o'qiymiz ya tashlanmay kesin bo'ladi ve gayru zit tanvin bil aksi ve fi nahv murin luzumu raddil yaqtubi tanvinlikning gayri tanvin o'qilmagan endi shu isman qusning yasin gapi isman qusning yasin tanvin o'qilmag'ini aksi bilandir. Endi tanvin o'qilganda qazin, hadin, madin o'xshash so'zlarda tanvin o'qilmaganda yani tashlab o'tish avla yani isbotlab keltirish yacuz bo'ldi. Ammo tanvin o'qilmaganda bil aksi deydi. Aksidir. Tanvin o'qilmaganda aksi bilandir degan gap. Tanvin o'qilmaganda yani tashlab o'tish tashlamaslik avla tashlash yacuz. Mesela hada el-qadi marartu bil-qadi deganda haza el-qadi marartu bil-qadi deb lakin yani tashlab o'tishmi durust aksi bilan deganlikin tashlab o'tmaslik aksar tashlab o'tish aqal bo'ladi va pinahvi murin luzumu raddil yaqtufi murining o'qishida yani qaytirishning lozimligi tanlandi to'xtaganda murin degan so'z ara yurining ism faili al-muri murin iliblam kirsa al-muri bo'ladi al-muri endi to'xtab murin deb hozir ya tashlanig'liq murin ko'rsatkichi degan ma'noda murin endi to'xtaganda yasini qaytirishning lozimligi ana tanlandi murinning o'qishda masalan anda o'g'an to'xtaganda muri deb to'xtaydi murinni to'xtaganda muri deb shu yani eklemiz demekçi. Ama şu yani qaytırış lazım. Mesela kuntu fin nadi dedik. Mesela kuntu fin nadida bu çağda bu muri o'xshamaydi. Endi murunning o'qishdan maqsad nima desa murunning o'qishidan fa'ning barabar kelmasa fa'ning barabar kelib hamza o'g'an lamning barabar kelib harfi illat o'g'an andin ara yuri olup mana buningda lamning barabar kelib harfi illat tashlangan mushu maqsad qilingan. Demek yani qaytirishning lozim murinning dediğimiz aradan chiqqan to'xtagan holatda jaa muri marartu bi muri deyishimiz kerak. Nemishqa jaa mur ra'aytu bi mur deb mundaq demaymiz. Boshqasiga ilishib qilish kelib chiqadi. Çünkü buningda to'xtaganda shu yasni isbotlash tashlashdan avlo bo'ladi. Wa ghayraha ta'nis min muharraki sakkanhu aw qib ra'imat taharruki aw ashmimiz dammata aw qib muz'ifa ma laysa hamzan aw alilan inqafa muharrakan wa harakatin qula lisakinin tahrikuhu lay yuhzala غيرها التأنيث غير هاء التأنيث أي غير تاء التأنيث demekçi. Muannasning ta'sning g'ayrini harakatlikdan uni sukun o'qing. Ya'ni muannasning ta'sning g'ayrini harakat birgalikdan uni sukun o'qing deydi. Mesela Muhammed desek Muhammed'de muannasning ta'si yok. Muannasning ta'sning g'ayrini hareketliklerden bir söz var. O sözün ahirinin muannasning ta'si var. Şu hareket birilganlardan muannasning ta'si hareket birilganları var. Muannasning ta'si hareket birilmaganları var. Mesela qamet desek muannasning ta'si hareket yok. Şu an muannasning ta'si hareket birilganları hareketliklerden muannasning ta'sinin g'ayrini sukun o'qing Muhammed degan o'xshash. Ama
muannasning ta'sidan hareketlikleridan ta'ning g'ayrini ta'sinin g'ayini sukuni qo'ng dedi Muhammad desak endi to'xtaganchada buni sukun olsak Muhammad deb to'xtirdik. Yoki avqib raimatda harakatligini raim qilgan holatda to'xtung dedi. Onsi raim degan nima degan bir gap chiqdi. Raim degan harakatning ba'sini keltirish. Muhammad demi Muhammadu deganda o'xshash. Bunda raimat taharruk. Raimat taharruk degan nima desa, al-ityan bi ba'dil haraka. Harakatning bir qismini keltirib talaffuz qilish degan bo'ladi. Avishmi zammi yoki zammini ishmom qiling degan bo'ladi. Muhammadunki zammini ishmom. Ishmom degan nima desa, ishqi qalb bilan zammiga ishorat qilish. Muhammad deganga o'xshash. Yoki tazib bilan bo'lsin bo'ladi deydi. Tazib bilan avqib muz'ipan deb yoki to'xtan mudoab qilgan mudoab qiluvchi bo'lgan holatda degan tazib bilan to'xtan deydi. Endi tazib bilan to'xtash bu 4-inchisi bo'ldi. Tazib bilan to'xtashda Muhammadu yine tazib deganimiz oxirgi shu sukun o'qitgan harfni takror o'qish. Yoki naqli bilan dedi. Naqli bilan. Yani onun hareketini onun g'ayriga yotkash bilan bo'ladi. Endi birinchisi şu muannasning ta'sining g'ayri harakatli harflardan uni sukun o'qitmizgan birinchisi, ikkinchisi ravm qilish, ya'ni u harakatning ba'sini bunda talaffuz qilib o'qish, uchinchisi ishmom qilish, zammiga ishkal bilan zammiga ishorat qilish, to'rtinchisi tazib oxirgi harfni takrorlab o'qish, beshinchisi harfni yeni bir holatdan yeni bir holatga o'tkash. Agar uning oxiri muannasning ta'sisining bilan tamom bo'lmagan bo'lsa, shunday bo'ldi. Demak, mushu oxirining bo'lsa, muannasning ta'siridan kelmagan bo'lsa. Ammo oxiri muannasning ta'siridan kelgan bo'lsa, oxiri muannasning ta'siridan kelgan bo'lsa, Fatimaga o'xshash. Mutlaqi sakun o'qiymiz. Hazihi Fatima deganga o'xshash. Aw ishmimid damma awqib muda'afa ma laysa hamzan aw alilan inqapa. Agar ashursiz muda'ab qiling, agar u oxir qarib hamza bo'lmagan bo'lsa yoki oxirgi harf ashu oxirgi hamza bo'lmagan ya oxirgi harf illat bo'lmag'ini u harakatlikka ergashgan bo'lsa, oxirgi harf hamza bo'lmasin, u oxirgi harf harfi illat bo'lmasin, hamza bo'lmay va harfi illat bo'lmagan holatda shu oxirgi harf harakatlik harfga ergashgan bo'lsa-ki, oxirgi harfning oldingi harf harakatlik bo'lgan bo'lsa, Muhammadga o'xshash. Buni Muhammadning oxirgi harfi bu hamza emas va harf illat bo'lmasdan ham bu harakatli harf bo'lgan mimga yondashganlik uchun shunga buni yuqorgi 5 xil holatda o'qiladi. Va harakatun qula va harakatlarni yotgan sakinning jihatidan uni harakat turish cheklanmaydigan sakinga. Endi harakat bersak bo'ladi, harakat yoki yotgan dedi. Harakatun qula u şu oxirgi harfning harakatini sukun o'qsaqmi 5 xil yo'lda sakin o'qish, ravm qilish, ishmom qilish, mudoab qilish yoki yo'tkashlik oxirgi harfning harakatini. Yo'tkash qanday qiladi desa, oxirgi harfning harakatini yo'tkisiz, uning harakat berish cheklanmaydigan bir sukunga. Ya'ni oxirgi harfning oldingi harf sukunken, uning harakat berish cheklanmaydigan bo'lsa, ashunga yo'tkaymiz. Ammo harakat berish cheklanadigan bo'lsa, bu chog'da bo'lmaydi. Mesela bab desek, babun desek, bunu ahirqa bab deganda naqli bilan o'qilganto'disi bo'lmaydi. Bab sukun bilan o'qildi. Endi chunki buni ahirqa harfning oldingi harfi yo'tki o'tildi desak, ahirqa harfning harakatini ilib yo'tkigil olmaydi. Ilib harakat tutilmaydi, uni yo'tkigil olmaydi. Ammo zarbun degan so'zni cho'g'i, masalan, zarbun degan so'zni yo'tkildi. Bun masalan zarab deganga, zarab deganga o'xshaydi. Masalan, jamalun yoki shu
zarbun desek yoki himlun desek, uni yetganda himal. Himlun, himal deganga o'xshash. Mana yo'tkiziladi, himlun yo'tkiziladi. Babun yo'tkizilmaydi. Endi insonda yo'tkizilmaydi. Insonda uni yo'tkizsak, uni telaffuz qilib o'qish g'ayri qobil. Shunga hamzani qabul qiluvchi dedik, hamzani ba'zi qabul qilinmaydi. Shunga bu oxirgi harakat berish, uning harakat berish cheklanmaydigan harfga sakiniga o harekatni yotgan dedi. Harekatun qula. Harekatlarni yotgan nimaga? Uning harakat berish cheklanmaydigan sakinga yotgan dedi. Sakinlik harfga yotibmiz. O sakinlik harfga harakat berish cheklanmasa o'ti. Masalan, o sakinlik harf ilib bo'lsa insonniki nunning oldiga kelib qo'xshash, babuniki baning oldiga kelib qo'xshash. Buning harakat berish cheklangan bo'lg'achqa, buning yo'tkizilmaydi, buning naqli durust bo'lmaydi. Shunga vaqtning turlaridan birisi tazib bilan mudoaf qilish uchun cho'qim oxirgi harf hamza bo'lmaslik kerak. Va oxirgi harf xataun deganga o'xshash hamza bo'lsa, bu chaqda uni xata uda bunda hamzalik muzoaf qilib bo'lmaydi, tazib takrorlik bo'lmaydi va harflar bo'lmaslik kerak. Fatanga o'xshash muzoaf bo'lish uchun. Bayam shunda do'qo ma laysa hamzan wala alif. Va u harakatning kinkagini u cho'qim u oxirgi harf harakatning oldin qarab harakatli qilish kerak. Masalan, jamalga o'xshashlarni nima qiladi? Mudoaf, jamallu deb mudoaf qiladi. Ammo himlunni mudoaf qilolmaydi, oxirgi harfning oldin qarab harakatlik bo'lmag'achqa. Ammo naql qilishda-chu, naql qilish jamalda naql qilolmaydi. Chunki uning oxirgi harfning oldin qarab sukun emas, ammo himlunda naql qilib bu demoqchimiz. Shunga tazib nima durust emas, muannasning ta'siri bilan oxirlashganlari durust emas. Vaqfi cho'qim harakatni o'zining oldidagi sakinlik qarab o'tkash dedik. Cho'qim oxir qarabning oldidan qarab harakat sakin bo'lish kerak. Ashu sakin harakatni qabul qiluvchi bo'lish kerak. Masalan, va tawasaw bis sabr. Bis sabr. Bis sabr. Biz sabr. As-sabrun. As-sabru. Sabrun şu baskundi. Amma bununla nima qilgan vaqtimizda naql qildik desak, to'xtash al-vaqf bin naql o'ti. To'xtash naql bilan bo'ldi deyishimiz va tavasav biz sabr deb mundaliqi. Raning harakatini baga yo'tkab birishlar orqali to'xtiladi. Va naqlu fathin min sival mahmuz la yarahu basriyun ve kupin naqala. Fathani yotkash mahmuzning g'ayridan, hamzining g'ayridan fathan yotkashni basirlik durust deb qaramaydi, ko'piylik uni yotkash durust deb yotkigan deydi. Endi basirlik ulamolar fathalik o'qilganning yotkashni to'g'ri deb qaramaydi. Nima to'g'ri deb qaramaydi, ammo ularning qishida durust olmay istalamtu an-naqat dash durust olmaydi. İlla hamzilik o'z durustdir. Hamzining karaktini yotkilib o'tu, hamzilikning shudan boshqa fathani yotkashga bo'lmaydi. Ammo zammini yotkizsak bo'ladi. Fathani yotkashni to'g'ri deb qaramaydi. Fathadan boshqa zammini yotkizsak, kasrini yotkizsak bo'ladi. Hamzining boshqasidan durust emas edi. Ammo hamzidan durust bo'lgan fathani hamzidan yotkazsak bo'ladi. Yukhrijul khab'a. Yukhrijul khab'ani yotkab yukhrijul khaba deb munda qilsak bo'ladi, durust deb qaraydi. Ammo ko'piyliklar hammasi durust aydi. Mayli u hamza olsun, hamzaning g'ayri olsun, yotkilayotgani fatha olsun, fathaning g'ayri olsun, durust deb qaraydi. Shu naqli agar shu uning nimish ko'piyliklar bilan shu nimaning o'tirisida basirliklarning o'tirisida bir ixtilof ko'rilgan. Va naqlu yu'dam nazirun mumtani va zaka fil mahmuz laysa yamtani. Naqla yotkash agar o'qishi bo'lmasa cheklanadi. Chuqum
biz bir harfning harakatini yana bir harfga o'tgandan keyin uning o'qishi arab tilida bo'lishi kerak. Uning o'qishi arab tilida bo'lmasa, yo'tkash mumtani cheklanadi. Ana shu hamzada cheklanguchi emas. Hamzada o'qish yo'q ekan deb cheklab o'ltirmaymiz. Masalan, qoplun degan so'zdagi qoplunning al-vaqfu bin naql qiladi desak, vaqfu bin naql. Ya'ni harakatini yo'tkapirish bilan to'xtashni shakllantiriladi desak, qopil bo'lishi kerak, qopil. Endi qopil bo'ldi desak, chunki fu'il vazni bilan arab tilida so'z yo'q deydi. Fu'il vazni bilan bo'lmag'achqa arab tilida tepilmaydi deb qaralg'achqa, tepilsin bak az tepildi deb qaralg'achqa, buning o'qishi yo'q deb qarab turib, naqli buningda cheklanadi, hamza ko'z cheklanmaydi. Cheklanmaydi dedik, lekin fu'il masalan du'il o'xshash. Du'il Abul Aswad ad-Du'ali, Du'ali nisbatni yasaverganda hamza zibar o'qimiz asl du'il Abul Asad ad-Du'il deb asli. Du'il, Du'ali deb o'qidik. Uning arab kalamida tepilmali qopqandan keyin bo'lmaydi dedi. Lekin hanimadir tepildimi bo'ladi. Ammo hamzalik bo'lsa bularni mumtani olmaydi dedik. Masalan, butin, buti deb to'xtasak bo'ladi. Fu'il deb to'xtaganda buti deb to'xtashga bo'ladi. Fil vaqti ta'u ta'nis al-ismi haji'ul illam yakun bisakinin sahha wusil. وقل ذا في جمع تسعيه وما ضاها وغير الزين بالعكس تما مشو توختاش جمع تسعيه تا az bo'ldi. Cem tasih degan nima? Cem muzakkar salim ve cem muannas salim. Yine cemi qilganda birligining qurilmasi o'zgartirilmay qilingan jamini jam'ut tashih deymiz. Cem muzakkar salim bilan cem muannas salimni ko'rsatib turadi. Shunga jam'ut tashihda mana mushu vaqfa az bo'ldi. Qaz vaqfa al vaqf bil ha bilan to'xtash az bo'ldi. Fil vaqf ta'u ta'nisil ismi haju'il. To'xtaganda ayollik ismning muannasligining ta'si haga yetkeldi. To'xtaganda ismning muannasligining alomati bo'lgan ta haga yetkiladi. Masalan, muslimatunni muslimah deganga o'xshash. Agar u illam yakun bisakinin sahha wusil. Masalan, u nima qilgan bo'lsa, sahih bo'lgan bir sakin bilan tutashtirilmagan bo'lsa, illam yakun bisakinin sahha wusil. Sahih bo'lgan sakinga tutashtirilmagan bo'lsa. Maqsad pildiki ta bilan to'xtaganda o ta masalan pildiki ta bilan to'xtaganda ta to'xtaladi. Pildiki ta haq o'zgarmaydi. Masalan qamat desek masalan qamatil hindu deymiz. To'xtamaganda qamatil hindu deymiz. To'xtasak qamat deymiz. Qamah deb o'zgaramiz biz. Shunga ta'u ta'nisil ism degan gapdan pilning ayolliqning ta'si anda to'xtaganda haq o'zgarmaydi. İsmning haq o'zgaradi. Agar u ta'u ta'nis shu sahih bo'lgan bir sakinlik harf bilan tutashmagan bo'lsa. Ve qalliza fi jam'in tasib. Bunu bayandab bo'ldik. Cemi muzakkar salim bilan cemi muannas salimda bu havlan to'xtash az bo'ldi va uning o'xshashlarida az bo'ldi. Mushkisning g'ayri aksi bilan nisbat topdi deymiz. Endi demak bu ishga ve to'xtaganda muannasning ta'si to'xtaganda u muannasning ta'sida tuvandikidek tafsilotli baliqni ko'rvag'ili bo'ladi. Biri şu muannasning ta'sida ha bilan to'xtaladi agar u sahih bo'lgan sakinga tutashmagan bo'lsa. Agar u in lam takun muttasilatan bi sakinsa ha bilan to'xtaladi. Çoqum uning oldi
hareketlik olsa demekçi. Muannesning ta'si haga o'zgarish uchun muannesning ta'sini oldin qarab hareketlik olsun demekçi. Anda chunki sakinga tutashmabdi. Sahih bo'lgan sakinga shu tutashgan bo'lsa-chu desak, endi sakinga tutashmasa dedik. Agar o sahih bo'lgan sakinlik bunda hareket tutashgan bo'lsa, bintiga o'xshash o'chaqda haga o'zgarmaydi. Muslimah desak, uning da o'zgardi. Haga o'zgardi. Endi lekin muslimaning oxiridagi o hareketlik. Endi mera in lam yakun bi sakinin sahha wusil. Sahih bo'lgan sakinga vasl qilinmaganda haga o'zgardi. Ta shu ha qilindi. Ammo nima bo'lib qolsa-chu, agar deydi Abdur in kanat muttasilatan bi sakinin sahih. Sahih sakin bilan tutashtirilganda binti va o'xtiga o'xshash, uningda ta bilan to'xtash lozim keladi. Sahih bo'lgan sakinga tutashmasin dedik. Sahih bo'lgan sakinga tutashmay, hareketlik sakinga tutashmay, hareketlikka tutashgan bo'lsa, o çağda hadi to'xtaymiz. Muslimah degan o'xshash. Ammo sakinga tutishib qapti bintunga o'xshash, uxtunga o'xshash, bintundagi ta, uxtundagi tanimi muannasdan ta'sis demakchi. Bintundagi ta'ni olsak ibnun, ya'ni uxtundagi ta'ni olsak axun qab qoladi. Shunga buningdagi ta muannasdan ta'sis bo'ladi. Bu ta sahih bo'lgan sakinlik qarabga, harf sahih. O sakinlik qarab, sahih bo'lgan harf illat emas. Harf illat bo'lmagan sakinlik qarabga u ma'nosini ta'sis. Nima u ta tutashganda uni o'zgartmaymiz haga. Bint uni ta bilan talaffuz qilamiz. Bint va uxt deb. Mushkil holat jami muannas salimda az bo'ldi. Yine bu ha bilan to'xtash jami muannas salimda az. Amma ta bilan to'xtash jami muannas salimda ko'p. Mesela cemi muannas salim muslimat da muslimah dash az. Ama muslimat dash ko'p. Ve cemi muannas salimga o'xshash jamida hamda muslimun. Endi uni da ta yo'q ana. Jamida asli muslimunida muslimuna uni ta bo'lmagandan muannasning ta'si yo'q. Mesela Fatimat, muslimat köp ama muslimah az. Ama onun o'xshashlarida va madaha ashu jamit tasyiga o'xshaganlarida yana bunun da azıdık muslimani. Endi mesela muslimanida muslimah deb qilib to'xtash muslimani. Tasnisi o jamit tasyiga o'xshagani, jamit tasnisi muslimanida muslimah deb to'xtash az bo'ladi. Musliman deb to'xtash nun bilan to'xtash ko'p bo'ladi bunda. Jami muannas muzakkar salimda muslimu deymiz, muslimuna. O sakin o'xshamaydi. Muslimun deymiz bunda. Endi va g'ayru zayni bil aksin tamam. Mush ikkisining g'ayri, qarshi ikkisining g'ayri endi mushu jami tasinin g'ayri va jami tasyiga o'xshag'uchining g'ayri endi aksi bilan nisbat topdiki, buning g'ayri mufrad Fatimaga o'xshash. Fatimatuda hadi to'xtash ko'p, tad to'xtash muslim Fatimat deb to'xtash az, Fatimah deb to'xtash ko'p demakchi. Waqib biha as-sakti alal fi'lil mualli bihazbi akhirin ka'ati man sa'al. وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما فرائي ما رعو. آخر qarbi tashlanish bilan illatlik bo'lgan pillada hay sakti bilan to'xtang. Siz bir pilni to'xtamoqchi ekanmiz, bir pilni to'xtamoqchi. Qandaq pilda? Ahiri illatlik bo'lgan pil. Bu ahiri illatlik bo'lgan pilning ahiri qarbi tashlanib ketgan illatlik bo'lgan pil. Masalan, a'ta yu'tidan a'ti desak, ahiri qarib a'ti man sa'al. A'ti man sa'al desak, so'g'an kishiga bergin degan bo'ldi. A'ti man sa'al degan qandaq pil desak,
bu el-fi'l muallal bihasbil ahir. Ahir harfi taşınış bilen illetlik olan fil bu. Yine ahir harfi lamның beraber harfi a'ta yu'ti harfi illetdi. Bu emirti a'ta yu'ti desek emirsi olan a'ti de ahir taşlandı. Muşkil pillada toxtuganda haysek bilen toxtan ki a'ti depçu toxtan demekçi. Endi mesela onunkini jazma qilgan lam yu'ta a'ta yu'tining majrusi yu'ta lam kirsa lam yu'ta bo'ladi yu'ta oxiri jazma qildi oxirgi harflar tashlanish bilan mushuni to'xtaganda hay sakti bilan to'xtanki lam yu'ta deb to'xtan وليس حتما في سواء ما كعي أو كيعي مجزومة para'inin mara'u. Ve bu hay sekti bilen toxtaş vacip emas. İyiga oxşaş bolgan narsalarning başqasida ya iyiga oxşaş meczum holatda o'qilgan narsaning başqasida. İyiga oxşaş bolgan narsalarning başqasida vacip emas, ama iyiga oxşaş bolgan narsalarda mavjud. Ve a ya'i emrisi i, vaqa yaqi emrisi qi. Mesela qida toxsanız, andın hay sekti bilen toxtan qi deb. İda ve ayya'idki ida toxtsanız hay sekti bilen toxtan vacip ih deb. Endi ya'iga o'xshash jazm o'qilganlarda dedik lam ya'i lam ya ve ayya'idin lam kasi lam ya'i oldu. Buningda toxtaganda hay sekti bilen toxtash vacip ki lam ya'ih deb toxtan. Fara'in mara'u ular rayıqlığınğa siz mi rayıq qılın? Ərəblər rayıqlığın qaydəyə siz mi rayıq qılın? Məsələn Qur'an-ı Kerimdə cəzm oqulğan lam yetesenneh deb sekti bilen kəlgən, lekin bunu da vacip emas. Çünki bu axir cəzm oqulğan mındalıqa hərfillet olub cəzm oqulmağan. Endi ya'iga o'xshashdan murad nima? I'ga o'xshashdan bo'lgan murad nima desa, i'ga o'xshashdan bir harfda qolgan pil. Ya'idin ikki harf bilan qolib qolgan pillar maqsad qilinadi. Murad mana shundan iboratdir. Şu harfani bir harf bo'lgani ikki harf bo'lgani ya'i ya lam yaqi lam ya'i degan o'xshash bo'lsa bo'ladi. Wa ma fil istifham in jurrat huzib alifuha awlihalha in taqib wa laysa hatman fi sawa man khafada bismin ka qawlika iqtida'a maqtada. İstifhamdaki narsa agar igilik qilishab kelsa, uning ilib tashlanadi. Yani istifhamning ma'si ma fil istifhamning ma'si injurrat jaru qilsa, harfi jardan kin kelsa yoki muzofilay bo'lib jaru qilibdi istifhamning ma'si yoki harfi jarning majrur bo'lib igilik qilishab turibdi. Lima, fima, alama, mimma degan o'xshash. Yoki ism bilan zuru qilibdi. İsmu ma haza. Bu nimening ismi? İsmu ma haza. Bu nimening ismi degan o'xshash. Buni istifhamning ma'si ya muzofilay bo'lib, ya harfi jarning majrur bo'lib igilik qilishab kelgan bo'lsa, alifi tashlandi. Shunga mesela amma yatasaalun desak ashada ma istifhamning ilifi tashlangan. Ve evlihalha intaqib. Ve siz onunğa mana istifhamning hamisi nima istifham ma istifhamiya istifhamni bildirib turgan ma istifhamiya zir o'qilganda nima to'xtashlan ilib to'xtashlanadi. İlib tashlanib endi buningga to'xtsangiz siz mimma deganga o'xshash, fima deganga o'xshash to'xtsangiz hani onunğa qo'shang. Hani onunğa yandashtirib keldiring ki o çağda limah endi asl ma harfi jar lam qo'shilgan lima o'tdi. Hay sekini qo'shsin limah, fima, amma deb manda keltirsangiz bo'ladi. Wa laysa hatman fi sawa man khafada bismin. İsim bilan zir o'qilganlarning boshqasida bu vacip emas. İsim bilan zir o'qilganlarda vacip, isim bilan zir o'qilmaganlarda vacip emas. Masalan, demakchi o'g'inimiz
Amma degan amma yetasaalaniki ammaga o'xshash, limaga o'xshash, fimaga o'xshash, mimmaga o'xshashlarda hay sakti kasi durust, kamaslik mi durust kilishi vacip emas. Amma o mayi masdariya, ma istifhamiya isim arqılık ilgili kılışlar küttüğüne isim bilen muzafilley olup, isim muzaf, o isimden muzafilley olup, ilgili kılışlar gelgende elipi taşınıdı. Bu çağda hay saktinin kilişi vacip. İsmu meh haza, bu neminin ismi, ismu meh haza degen okşaş. Kakavliki iktida meh taza. Ya ki hay saktini qo'shma bu to'xtamaganiki ism mahazani ay saktini keltirishning gap emas. Biz bu yerda shu may istifhamiyadagi elifni tashlashning masalasi. Xuddi lima, fimada harf jar bilan kelganda u chog'da tashlansa yaxshi. Elifni tashlasak lima, fima deganda. Ammo tashlamay kelsak istifhamning beshiga harf jar qo'shilgan chog'da, harf jar bilan zurqilganda uning elif tashlanmasin bo'ladi. Lekin bu ilip isim bilen zor okulganda bu ilipnin taşınışı çok vacip buludu. Vacip buludu. Mesela kakavliki iktida mektaza ismu ma haza ismu ma haza degen goşaş bu çağda toxtamaganlık ilip bir yere ismu ma haza toxtamadık. Bunda da haysak gelmeydi. Çok ilip taşınışı vacip. Senin kakavliki iktida mektaza senin muşu o nemin taqazza qildi, nimani taqazza qilgandek taqazza qildi degan o'xshash. Demak, bu xil tashlash harf jar bilan zir qilganda vojib emas, ammo izofat orqali zir qilganda vojib degan bo'ldi. Va wasl zilha'i ajiz bi kulli ma harrik tahrika bina'in lazima. Ve vesluha bi gayri tahrikin bina udime şezze fil medamis tuhsina. Muşu hay sektini ulaşını durust kılın bir nersinin hemmisiki hareket birildir o mebniga hareket birilgende hareket birildi ki binaen lazima gayri arizi boğan davamlılık mebni utkan sözge hareket birilgendek hareket birilgen nesige hay sektiğini kuşaşını lazım tutun. Endi binaen lazım, binaen gayri lazım deydiğen bir gap var. Binaen lazım, yine binaen lazım degen ne ise bina lazım, bina gayri lazım. Bina lazım, bina gayru aride, gayru aride. Bina gayri lazım bina arize oldu. Yani onun mebniliki alet devam boğan mebniliki vakıllık boğan mebni. Aşlık mebniyim ba mı? Degende ba. Bazı sözler alet devam mebni. Bazı sözler kısmen aletli mebni. Yani kısmen aletlerde mebni olmaydı. Mesela Muhammed'ni munada kılsak Muhammed degen söz munada olan çağda zamme mebni oldu. Ama bu munadalıkın çıkası çoğu mebni emez. Anda olsa Muhammed'deki Muhammed'nin mudada boğan çağdaki mebniliki mebni aride deyimiz bunu. Yani vaktlilik boğan mebni deyimiz. Şu emden bir yerde demek çoğuna hazır hurriki tahriki binaen lazima degen gap anda Muhammed'e okşaş mebni olgan emez. Yiye'ye okşaş, huve'ye okşaş mebni olgan zimirler yiye değil, huve değil bu zimirler alet devam mebni. Her kandaq yedi mebni. Şuna davamlılık mebni utkan sözlüğünün hareketinde hareket bilgen her kandaq neresige muşu hay sektini ulaşını durust kılın. Mesela yiye'ye hay sektini olup yiye dep keltiyorsunuz buludu. Haleke anni sultaniye desek mesela sultaniye. Mana bu sultaniye degen şu dige tage hareket etdik. Hiyaga hareket etdik. Endi qablu, ba'du, alu desek bular buningdiki mabnilik mabni ariza. Amma sultaniyadagi ariza emas, hiya, huwa, wa ma adraka ma hiya.
narun hamiye desek o ma adraki mahiye desek mahiyedeki ma istifham hiya degan zamir uningdagi oxirgi ya hiyadagi ta aysakda to'xtashning hasi bo'ladi bu. Wa wasluha bighayri tahrikin bina udimash shazza fil mudam istuhsina. Bu haysaktini ulaş mushu mabniligi davom qilmayotgan udima degan mushu mabniligi davom qilindi degan bo'ldi. Endi binoun udima degan mabniligi davom qilingan degan bo'ldi. Endi ma udima bo'lsa mabniligi davom qilmagan degan bo'ldi. Mabniligi davom qilg'uchiga davom qilg'uchininki harakatining g'ayriga ulash shaz bo'ldi. Demek, endi davomliq mabni bo'lib ketgan so'zga aysaktining ulinishi kulli bo'ldi, umumlashgan qoida bo'ldi, ammo mabniligi davomlashmayotgan so'zning oxiriga aysaktin ulash bu shaz. Masalan, ya Xalidu desak, ya Muhammadu desak, buning mabniligi doim emas. Buning mabniligi ariza, g'ayri doim bo'ldi. Anda o'z mabniligi g'ayri doim bo'lgan, davomlashmoqchi bo'lgan bu mabniga haysaktin ulash shaz bo'ldiki, ya Xalidu, ya Muhammadu deb keladi shaz. Fil mudam mustuhsina. Ammo ash mabniligi davomlashquchida, fil mudam mabniligi davomlashquchida haysaktini ulash yaxshi sanaldi. Ya va deganga o'xshash keltirish. Ve rubbama u'tiya labzul veslima lil vaqf nasran ve peşa muntazima. Bazıda mushu vesli qutqan labziga vaqf uchun berilgan qoidalar berildi. Asli vesli labzlarda bu aysaktini ulash, vaqf qilish, veslida tepilmaydi. Vesli degan to'xtamay o'qish, vaqf degan to'xtash degan bo'ladi. Endi vasli labzillari to'xtamay o'qilayotgan labzlarga aysakni kesib bo'lmaydi. Va shundaqla to'xtamay o'qilayotgan vasli labzillarida vaqf degan bir narsa, yine vaqfining sababi bilan sukun o'qilayotgan bundaq ishlar tepilmaydi. Ammo qisman holatda vasli labzillariga vaqfda asıl bo'lgan qoidalar asıl bo'ladi buningga. Mesela ve mehyaya ve memati. Ve mehyaya ve memati de ve mehyaya da toxtasak ve mehyay deb toxtaymiz. Ve mehyay. Endi mushu bazı qiraatlarda mushu mehyaya ve memati de hazır mehyaya ve memati de vaqf yok. Ama mushu asl mehyaya ve memati deki mehyaya vesli labzi. Bu vesli labziga vaqfining qoidasini yurgizsangiz bo'ladi va mahyay va mamati deb. Endi lam yatasanna vanzur deydi. Lam yatasanna vanzur. Endi lam yatasanna deb aysakda bo'landi. Asli to'xtum aysakda degan sakti deganning o'zimi to'xtash degan bo'ldi. To'xtashning hasi degan bo'ldi. Andagandan keyin lam yatasanna vanzurda va lam yatasanna vanzurda bu dağda haysakti kelmeslik gerekti. Lekin haysakti kelip lam yatasanna vanzur deb keldi. Bazı qiraatlarda mushundaq lam yatasanna vanzur deb jumhurlarning qiraati mushundaq kelgan. Endi asli demak vasl labzillari misha lam yatasanna degan vasl o'qilayotgan labzi xuddi vaqfi qilib o'qilganda haysakti hay keldigan ahvol bor. Rubbama bu nayt qalil ahval az vaqtda mushundaq bo'ladi. Va pasha muntazima. Bu xil qoida she'rlarda nayt ko'p tarab ketdi. Yine nazmi bo'lgan holatida nayt ko'p tarab ketdigimiz she'rlarda vaslini vasliga vaqfi qoidalarining yurgizilishini nayt ko'p, nasrida bu nayt az demakchi. Mana bu bizningki vaqfi haqidagi darsimiz mushuni oxirlashdi. Kinki darsimiz imala haqqida bo'ladi. Va oxir da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.